degan oqizib. Tutash taqdirlar serialingizni ko'rardik. Shunaqa sochlar uzun, bir yaxshigina kelinning rolini o'ynab chiqqansiz. Hozir sizning videolaringiz fahshga targ'ib deb mani jiyanlarim sizni videosi ko'rsa qanaqadir narkotikni gapiryaptimi, burchakka borib narkotik hidlashga targ'ib qilyaptimi deydi. Bir ochiqni aytsam, men Nilufar Hamidovani tanimayman ham. Uni tarafini olish niyatim ham yo'q. Menga bir tiyin foydasi tegmaydigan odamda. Bir videolari chiqib qolgan, voy opa juda sal g'alatiroq ekan deb prosta o'tkazib yuborganman. Negativ ham yozmaganman. Ano qanjiqni yomon ko'rganda bu qanjiqchani yomon ko'rib qolmaganman. Voy. Ano qanjiqni yomon ko'rganda bularni yomon ko'rib qolmaganman. Nimaga bu haqida gapirib chiqyapman? Sababi Instagramda rosa ekspertlar ko'payib ketdi. Xalqni, jamiyatni o'ylaydiganlar ko'payib ketdi. Chiqib olib blogerlar unga targ'ib qilyapti. Yosh avlodni tarbiyasini buzyapti. Voy iltimos. Bitta videodan tarbiyasi buzilib qolsa bu tarbiya emas. Atrofdagilar sizlarga должен emas, sizlarni farzandlaringning tarbiyasiga javob berishga majbur emas. Farzandlarni tarbiyasiga javobgar bu ota-ona. Mayli, Nilufar Hamidovani yo'q qiyordik. Hozir texnologiya zamonida yashayapmiz. Internet juda rivojlangan. Chet el blogerlari bor, chet el multfilmlari bor. Miau miau, miau miau deb mushukchalarni ko'rsatadigan multfilmlar chiqib ketdi-ku, qisqa-qisqa. Mushukcha bitta timsoh, bitta ho'kiz bilan bitta xonaga kirib ketyapti-da, keyin homilador bo'lib chiqyapti-da, erini oldiga boryapti. Keyin tug'ayotgan vaqti mushukcha emas, ho'kiz bilan timsohni bolasi chiqib kelyapti-da. Buni kim tomosha qiladi? Men tomosha qilaman, siz bolalaringiz tomosha qiladi. Ana tarbiyasi o'shandan ham buzilaveradi. Atrofdagi omillarni yo'q qila olmaymiz. Bu qo'limizdan kelmaydi. Lekin farzandlarni tarbiyasi ustida ishlay olamiz. Farzandingizni qiziqishlariga qarab to'garaklarga borib yursin, maza qilib o'ynab kulib. Telefonga vaqti ham bo'lmasin. Farzandlarni tarbiyasi siz oilangizni muhitiga qarab ham buzilaveradi. Oilangizda qanaqa muhit? Atrofdagilardan ayb izlagandan ko'ra, o'zimizdan ayb izlaylik. Bola tarbiyasi haqida maslahat bera olmayman. Sababi men bola tarbiyalamaganman. Psyxologlarni hozir urib ham bo'lmaydi. Ertaga psixologning oldiga borib sizni yomonlab o'tiradi. Shu sababli men bola tug'maslik meniki pod vопросом. Sababi uni boqir-chaqir qilib tug'ib, yedirib, ichirib, kiyintirasiz. Katta bo'lganda u sizga должен emas bo'ladi. U shaxs bo'ladi. Uni o'zini hayotida yashashi kerak bo'ladi. O'zini hayoti bo'ladi. Keyin u o'tirasiz. Bilasiz, u shaxs-ku. Mana onangga qarab pidaras deb majburlay olmayman-ku deb o'tirasiz keyin. Kerakmi? deb o'ylab qoldim-da, o'zimga savol berdim. Yana srazu Dora Burxan bola tug'maslikka targ'ib qilyapti deb chiqminglar irillab, bilaysiz. Bu hammani o'zini tanlovi. Tем более вообще hozirgi vaqtda bola tug'ish невыгодно. Bitta tishimga plombani men 2 millionga qo'yib yuribman, bilaysiz. Ertaga bola tug'ishni so'raysizlarmi, bilaysiz. Hurmatli Nilufar Hamidova, assalomu alaykum. Bu sizga meni videoim chin qalbimdan aytilgan gaplar. Men sizni Taqdirlar serialidan taniyman. O'sha serialda sochlaringiz uzun, lozim ishtonlarda, chiroyli kiyimlarda oilani, qaynona zug'umlari, har qanaqa qiyinchiliklar, yetishmovchilik, kamchiliklardan o'tib qanchalik baxtli yashash mumkinligini, oila o'gitlarini men sizdan o'rganib katta bo'lgan qizmanda. Hozir ham oilali bo'lib, alhamdulillah, har xil qiyinchiliklardan o'tsam ham o'sha tarbiyalar, menga bo'lgan sizlarni aktyor aktrisalarimiz bir paytlar o'ynagan yaxshi rollaridan ilhomlanib biz ham shunaqa tarbiya topdik. Lekin hozir qizim yoki jiyanlarim sizni ko'rishni umuman xohlamayman. Ayniqsa bunaqa fahshona harakatlaringiz bilan ayollarimizni ko'chalarda mefs ko'rslar bilan hidlab, ko'chalarda Amerikadagidagi zombilardek o'lib ketishi, shunaqa qotib qolishlari, xohlagan erkiga xohlagancha hidlatib burchaklarga olib borib, xohlagan musurini ichiga o'ldirib tashlab ketishiga sizlar targ'ib qilmayapsizlarmi? Qani женская solidarность, qani nimaga
nega O'zbekistonni bunaqa fahshga chorlayapsizlar yoki sizlarga kimdir pul to'layaptimi, qatlagadir kimlarnidir qanaqadir odamlar bosim o'tkazyaptimi bilmadim endi bu narsalar nimaga bo'lyapti-yu, lekin men ayollarimiz o'z o'rnida go'zal va latofatli bo'lib, sochlari uzun bo'lib, oilani eng go'zali bo'lib yashashligini, erkaklarimiz o'z o'rnida boshimizda toj bo'lib, yelkamizda suyanch bo'lishlarini xohlayman. Kim men bilan bo'lsa, Nilufar Hamidovaga boykot. Qaqa ketding? Mena mamiga. Yo'q, qaqa bording. Bo'ldi, bo'pti. Enasini amiga ketgan bo'lsa, enasini amiga ekanda, bo'ldi, deb qo'yaver. Janimadan qolipdan chiqib ketyapsizlar uka. Yo'q, biz yomon niyatmiz. Unaqa gapni gapirmagin. Mana ayt bo'lmasam, soat 12 dan soat 3:30 gacha qaytib kelding. Mendan nima kerak sizga? Sendanmi? Ha, nima? Asha gapimni isbot qilib ber. Bo'ldi, men Shuni to'xtadim. gumoni yolg'onligini isbot qilib berish kerak, tamom. Yo'q. Xiyonat qilmadim deyapsanmi? Xiyonat bo'lmagan. Qilmagan bo'lsa isbotlab ber. Qayt deding Qanaqa soat. qilib isbotlab bering? Qanaqa qilib? Doktor dedim deding, to'g'rimi? Doktor dedim. Doktorda aylandingmi hozir? Ha? Ro'yxatda yo'qmisan? Siz ke bo'lgansiz. Ukol qilgizmaganmisan? Ke bo'lgansiz siz u narsaga. Doktorlarni ham qora qilma, Qo'limni ham tuhmat qilma. ko'rsatib qo'yaman. Sen o'zing qilaverasan uni. Men bilaman. Agar hozir Men sen bilaman. bular ishlamayapsan-a, men asrorchi shunaqa bo'ladi, uchastkovoymiz. Haq narsa uchun kurashadi asror. Bo'ldi, Men kurash. asrorga telefon qilaman, keladi ana shu doktorxonani. Keraksa Shuhrat akani chaqiramiz biz, razrafni boshlig'ini. Men ham telefon Zo'r qilaman, kelaveradi, ha? Ha? Zo'r Sen bo'ladi. hozir bularni puli bilan qilgan deyapsan-a? Men mashinani anaqasini men isbot beraman. Agar birontasi pul olgan bo'lsa, Ha? pul bergan ham Ha? jazolanadi. Pul olgan. Men roziman. I kamera ham bor, kamerani ham ko'tartiringlar. Ko'tarishni gapni ayt, hozir doktor aytdi. Kameralar bor, ha, ha. Opa kamera bor, kamerani ko'tartiring deyapti menga. Bor. Asrorga aytsangiz U ko'tartirishga. mashinani ham topamiz. Kamera olgan ekan. Hozir chiqartiramiz nomerlarini. Qochib ketdim men. Ashi. Faqat biz nomerini Nomerini bilmayapsiz, xolos. Shu videoga oldingizmi? Men videoga olmadim. Oldim dedingiz, syomkasi bor dedingiz. Ke xullas kalom. Shart. Sen aytalasanmi? Soat 12 dan soat 3:30 gacha qaytdi deding. Yo'q, qaytdi deding. O'g'lim uchun deb uchastka uy joy qurgandan ko'ra hozir qiziyligi bitta dom yo qiziyligi uy joy qilib qo'yadigan zamon keldi o'rtoqlar. Instagramda nimalar bo'lib ketyapti. Mana qaynanalarni ko'rib, mana ko'rgandirsizlar, ovqatga tuplab tashlayotgan rasmoni yuzida nur yo'q. Toboqlim yonida ho'kiz deyotgan o'g'ilni. Shunaqa o'g'illarni mana shunaqa onalar tarbiyalaydi-da. Demoqchimanki, u kelin uyiga qaytib boraman desa, otasi kirgizmaydi, uyda o'tirayotsa qaynana mendaqa ovqatga tupurib, boshimni oshirmaydi deb tuhmat qilib o'tiribdi. Ya qanaqa o'zi birovni qizini uyga olib kelib olib, mana shunaqa isterika darajada jinni sifat qilib qo'yib, yana bitta videoni ko'rgandirsizlar. U yerda vobshe banzidayotgan kelin qaynasiga baqirib tashyapti. Yaqinlashmang menga. O'g'lingiz bilan o'zingiz yashayvering deb qachon kelinlarni tinch qo'yadigan zamon kelarkin. Hozir уже mani pakalayni ham уже tushungan, lekin sir davrini qaynalariga foydasi yo'q uqtirishi. Miyasida kelin qul, kelin обязан должен otasi kirgizmasa, qaytib kelsa sendek qizim yo'q deb tursa, qaynanasi ovqatiga tuplab tursa, nima bo'ladi? Natijada qaynanalik mantili ko'payadi. Kuladigan narsa emas, o'rtoqlar. Bilmayman, men mana shu temani o'zi ko'targim ham kelmaydi. Qaynana, kelin уже mashinda bo'lgan foydasi yo'q narsa. Inson o'ziga bersin. Lutchi o'g'liyligi emas, qiziyligi bir xona domab qo'yish kerak. Avvalo niyati yaxshi qilish kerak-ku. Meni fikrimcha уже o'g'liga emas, o'g'il yo'lni topib ketaveradi. Mana men naqib so'qimdek bo'lib xotinni xo'rlasa onasini yoniga yotib olaveradi, lekin kelin bechara qayerga borsin? Bitta bolasi bilan bitta bo'lib keladi, ikkita uchta bo'lib qaytib ketadi. Уже oxirgi payt shuni o'ylab qoldim. Menimcha hamma qiz uzatayotganda bir xona domini alohida olib berib uzatish kerakmi? O'shanda osishlar, qaynanalik mantili kam bo'lamidi?